Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga taniqli o'zbek detektiv yozuvchisi va jamoat arbobi Nuriddin Ismoilovning hayoti va ijodi haqida tanishtiramiz. Nuriddin Ismoilov 1969-yil 20-yanvarda Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi Avliyotepa qishlog'ida tug'ilgan. 1991-1997 yillarda Toshkent universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olgan. 1997-2000 yillarda Hurriyat gazetasida muxbir mas'ul kotib, 1998-1999 yillarda Biznes Osiyo jurnalida muxbirlik qilgan. 2001 yilda Hordiq Plus gazetasiga asos soldi. Nuriddin Ismoilovning Odamlar orasida odamlar deb nomlangan hikoyalar to'plami, O'limga mahkum qilinganlar, Milliarderga qo'yilgan tuzoq, Burgut tog'ida ulg'ayadi, Jaholat qurbonlari, Omonat g'ori siri, Iblis saltanati, Baxtning olis manzili, Mafiya sardori, Shahzoda nomli sarguzasht detektiv romanlari kitob holida chop etilgan. Aziz kitobxonlar, Nuriddin Ismoilovning kitoblari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.